Assalomu alaykum. Efirda xalq tabobati ko'rsatuvi. Salomatlik eng katta boyligimizdir. Chunki inson ruhan va jismonan sog'lom bo'lsagina, ishida unum, hayotida esa mazmun bo'ladi. Shuning uchun ham sog'ligimizni saqlash va mustahkamlashga astoydil harakat qilmoqimiz lozim. Bu galgi dasturimizda sog'likni saqlash va uni tiklash borasidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Ko'zimda achkim bor edi, ko'z oynagim bor edi. Hozir bu yerga kelganimdan buyoq achkimni qo'llanmadim. Bular najot ishlab kelgan, najotkor bo'lgan. Qayerlardan keladi? Buxorodan kelardi, boshqa joylardan kelardi. Shu tabib yaxshidir, kelyapti-da. Tabib doktorga, doktor tabibga yordam berish kerak. Tabiat bergan kasalliklarning davosi tabiatning o'zida mujassamdir. Tabiblar esa aynan ana shu tabiiy ne'matlardan foydalangan holda kasalliklarga shifo topadi. Bugungi dasturimizda ham buyuk bobokalonlarimiz qoldirgan an'analarni davom ettirib, xalqning asrlar davomida sayqallanib kelayotgan tajribalarini qo'llagan holda kasalliklar bilan kurashayotgan yana bir tabib faoliyati haqida sizlarga hikoya qilamiz. Dadam aytdilar, yurqani, masalan uchun o'sha bunga qiziqishing bor. Lekin xalq tabobatini ham bir o'rgan. Xalq tabobat akademiyasi bor ekan o'sha vaqtda. Muhammadjon aka Hamroyev dadam ustozlar. Borqani, sen bu tib qonunlarni o'rganqani, qanday bo'lar ekan? Hamma dorini o'zini yo'liga qiziqaveradi. Lekin bu yo'nalishda bir ko'r deb. U yo'nalishda o'qib, o'rganib, tahsil olib ustozlardan o'rganganimda boshqa dunyoga tushaman. Shundan keyin o'sha xalq tabobatiga borib, o'rganib, tabiblarni, ustozlarning usullarini o'rganib, umumiy davolash qilishim kerak ekan. Bitta yo'nalish bo'yicha ketish sal men uchun zerikarliroq. Siz har bitta yo'nalishga qiziqdingiz. Albatta, hammasiga. Men zamonaviy meditsinaga ham, misol uchun, va xalq tabobatini ham, demak, bir-biri bilan integratsiya bo'lish kerak, bir-biriga yordam berish kerak. Tabib doktorga, doktor tabibga yordam berish kerak. Shundagina xalq tabobati rivojlanadi, shundagina yaxshi natijalar bo'ladi degan maqsadda umumiy davolashga qiziqib boshlaganman. Bundan 18 yil avval Samarqand viloyati Narpay tumanida biz Narpay tabobat bo'limini tashkil qildik. 2004-yil. Mana Xudoga shukr 18 yildan beri faoliyat ko'rsatib kelyapti. Asosan xalq tabobati usulida bemorlardan qon olib davolash, fitoterapiya usuli, xo'sh, zaharlar bilan davolash, davolovchi massajlar, xo'sh, har xil malhamlar, ichiladigan shifobaxsh malhamlar yordamida davolab kelyapmiz. Men 15 yilga yaqin shu bo'limda rahbar bo'lib ishlab, yonimda Alisherjonni olib o'rgatib, juda qiziqish yaxshi edi. Keyin to'liq ishonch hosil qilgandan keyin mana 15 yillar yonimda yurdi. Chet ellarga ketgan vaqtlarimiz bo'ldi. Shu vaqtda ham bemorlarga tayinlab biza shu 10 kunga uzr shunaqa borishga to'g'ri kelib qoldi. Alisherjon sheda bo'ladi. Shu nimaiki muammolar bo'lsa, aytaverasizlar u kishiga. Anchagina moslashib, o'rganib, qo'llari kelib qolgan deb ketganimdan keyin 10 kundan keyin qaytib kelsam, bemorlar ya'ni odamni xursand qiladigan yaxshi gaplar aytishgan. Endi mana bu davolash usullariga keladigan bo'lsak, ko'pincha qon olishning 3 xil usulini biz qo'llaymiz. Shu Narpay tabobat bo'limi. Giyohlar bilan davolashda o'zimiz shifobaxsh giyohlarni terib kelamiz. Topolmaganlarimizni hamkor tabiblarimizdan so'raymiz. Bemorlarni biz davolashga imkoniyatimiz bo'lmaganlarni mana domla ustozga, Ato Kenjayevga, Ro'zaxonga yoki Ruslanga shu tabiblar bir-biri bilan hamkorlik qiladi. Mana shu Narpay tabobatda shu odat qat'iy shu odatga rioya qilinadi. Bemorlarimiz Xudoga shukr anchagina xursand. To'g'ri, 100% davo hech qayerda yo'q. Dunyoda bironta klinika yo'qki 100% shifo beradigan hamma kasalga. Imkoni boricha shu mana kuchimiz yetgancha, bilimimiz yetgancha mana shu bo'limni rivojlantirib kelyapmiz. Xo'p. Mana hozir ilgari kichikroq
imoratda edik, binoda edik. Mana o'zimizga tozagina bir yaxshi imorat qurib oldik. Mani oyog'im bezovta qildi. Pochkalarim o'timga bor ekan. Shularni she'rni eshitib, tabobat bo'limini shifo izlab keldim she'ra. Qayerdan keldingiz? Buxoro viloyati O'tgan tumani Mirvosh mahallasidan she'ra keldim. Tashxis qanday qo'yildi bu yerda? Tashxisim shu o'ng oyoq, chap oyoq, pochka. Bo'ynimga tuzlar bor ekan, qo'limga ishlar bor edi. Allohga behisob shukr. 3 kundan keyin o'zgarishlarni sezdim. She'ra kelib, o'zgarishlarni sezdimda. Qanaqa muolajalar qilindi bu yerda? Muolajalar, fizioterapiyalar, oyoqqa, belga, bo'yin tortishlar bo'ldi. Hamma muolajalar bo'ldi, massaj. Undan keyin igna terapiyasi bor. Chivan zahridan ukollar. Zuluk qo'yilibdi. Qancha muddat davolandingiz bu yerda? Bugun 5-kun. 5 kun. Bugun adashmasam sizga javob bo'ldi. Ha, bugun kechqurungacha licheniyalarni olsak, ertaga javob berish kerak. O'zgarishlar qanday endi? O'zgarishlar yaxshi qizim. Og'riqlar yo'qolgan, yaxshi. Mingdan ming roziman. Xalq tabobati usulida bemorlardan qon olib davolash, fitoterapiya usuli, zaharlar bilan davolash, davolovchi massajlar, shifobaxsh malhamlar yordamida davolab kelyapmiz. Birinchi etaj holatida agar inobatga oladigan bo'lsak, muolajalarimiz bu birinchi etajda emas. Ikkinchi etaj ko'proq bemorlar joylashishi. Masalan, bitta usulga asoslanib qolinmagan. Turli xil bemorlarga turli xil davo usullarini qo'llaymiz. Qo'shimcha fiziolecheniyalar bor, ya'ni zamonaviy meditsina bilan hamohang qilishni asos qilib olganmiz davolashimizda, ya'ni integratsiya. Bizning Narpay tabobat bo'limi davolash bo'limimizda asosan bemorlar soni 40 kishiga yaqin mo'ljallangan. Unda endi hamma muhitlar sharoit yaratib berishga harakat qilganmiz. Birinchi etaj holatida agar inobatga oladigan bo'lsak, muolajalarimiz bu birinchi etajda emas. Ikkinchi etaj ko'proq bemorlar joylashishi, pastda endi qisman unga nisbatan kamroq bo'ladi. Qanaqa muolajalar qilinadi bu yerda? Muolajalar asosan umumiy davolash. Masalan, bitta usulga asoslanib qolinmagan. Endi ustozlarimizni bilimlarini hammasini umumiylashtirib, umumiy davolashga o'zim qiziqishim bor. Ya'ni bitta usulda ushlab qolishni nimasini xohlamayman unchalik. Turli xil bemorlarga turli xil davo usullarini qo'llaymiz. Bulardan asosan hijoma qilish, zuluk qo'yish, qustirish, aksitirish, qo'shimcha fiziolecheniyalar bor, ya'ni zamonaviy meditsina bilan hamohang qilishni asos qilib olganmiz davolashimizda, ya'ni integratsiya usullari bilan. Va undan tashqari igna terapiya, bo'yin tortish, bel tortish, sandalga kirgizish shu usullarni asosan qo'llaymiz bemorlarga. Yuring, sizni xonalar bilan tanishtiraman. Demak, hozir har bitta muolaja xonalari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Ketdik. Hozir davolash xonamizga o'tamiz. Bu yerda sizdan nima muolaja qilishganini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Mana bu muolaja xonamiz. Ya'ni bu muolaja xonamiz har bitta bo'limi 4 ga bo'linadi. 2 tadan bemor joylashadi. Bir paytning o'zida 8-10 kishi davolansa bo'ladi, demak. Endi bizda asosan davolanish tartibi ayollarimizga hamshiralar qaraydi. Ayollar, hamshira qizlarimiz ayollarga qaraydi. Yigitlar erkaklarga qaraydi. Agar mabodo o'sha hamshira qizlarimiz ayollarning belini tortishga qiynalsa, chunki qo'lda ham tortamiz biz apparatdan tashqari. Unda yigitlarimiz yordam beradi iloji yo'q, chunki qizi borada baribir tortishga qiyin. Birinchi mana bu apparatimiz oladigan bo'lsak, endi bizlarning davolash bo'limimiz umumiy bo'lgani uchun biza bemorning kasallik turiga qarab davo mo'ljallanadi. Misol uchun mana bu narsa boshqa davlatdan olib keltirganmiz. O'zimizda ham chiqarish mumkin, lekin ko'proq boshqa davlatlarda ishlatishadi. Endi hozir ko'p joylarda barmoqdan osish usulini qilyapti. Men uni
noto'g'ri deb bilaman. Endi o'zim fikrim albatta. Qolganni fikrga qo'shib nima qilmayman hech qachon. Chunki vaznga nisbatan barmoqni osish o'zi noto'g'riroq. Bu oshiqdan osadi. Bu jihoz o'zi tibbiyot uskunasimi yoki sportmi? Tibbiyot uskunasi. Tibbiyot uskunasi bu asosan umurtqa osteoxondrozi. Xo'p, endi bo'yinga ham ancha foydasi bor va bel umurtqa o'sha girjalar, hozir zamonaviy terminda girja, churra deb aytiladi. Shu churralarda asosan foydalanamiz. Aynan mana shu uskunangiz e'tiborimni tortdi. Mana bu tibbiy jihoz. Chunki buni aynan boshqa joylarda duch kelmaganman hali. Bu qayerdan kelib qolgan? O'zingiz yasattirganmisiz? Buni yasattirganmiz. Buni asosan bizlar xalq tabobati, umumiy tabobat, xalq tabobati Ibn Sino tib qonunlari asosiga qurilgan desam ham to'g'ri bo'ladi. Aynan Ibn Sino ta'limotidan foydalangan holatda mana shu uskuna yasalgan. Albatta. Endi bunda Ibn Sino davrida qanaqa qilingan? Men buni shuni biroz tushuntirib ketay, nimaga bu qilindi? Yo bu Yevropadan kelgan degan fikr bo'lishi mumkin. Chunki shunchalik oldin ota-bobolarimiz kuchli ilmga ega bo'lganki, endi bundan buyog'iga ham chiqish kerak shunday insonlar. Mana bu tarafda ikkita shogirdi bo'lgan. Ibn Sino bobomiz ikkita shogirdi bo'lgan. Ikkita shogirdi bo'lgan, bir tarafga yog'och qoqilgan, o'rnatilgan va unga kristik simon yog'ochchalar qo'yilgan, kichikroq qilib, o'tkazib, teshib. Va beliga bog'langan bo'ylam. Bu shogirdi bu tarafga buragan, narigi tarafda turgan shogirdi qo'ltiq ostidan bu tarafga buragan. Va bu yerga faner simon narsa, qayiq narsa devorga o'yib kirgizilgan. Shu holatda belini bosgan. Ibn Sino bobomiz. Hozir siz buni zamonaviylashtirgansiz. Zamonaviylashtirdik. Qora viloyat, Olot tumanidan keldim. Boshim og'riydi, cherepnoy davleniya dedi. Bu cherepnoy davleniya ko'zim zreniyasiga ta'sir qildi. Bu yerda mana shu zuluklar, malhamlar, hammasi tabiiy davo. Allohga beadad shukr, shifo topdim. Ancha yillardan buyoq kelaman bu yoqqa. Necha yildan beri kelasiz? 12-yil. Nimaga 12 yildan beri qayta yapsiz? Ish ro'zg'or deysiz. Og'ir ko'tarasiz, bel og'riydi. Tabiblar aytganlarga amallaysiz. Hada, ba'zan shunday bo'lib turadi. Yana bu issiqjon og'rib qoladi-da. Kelamiz, shifo topamiz. Hamma shifo malhamlari, hammasi tabiiy. Qizlarning muomalalari juda yaxshi. Minnatdormiz hamma qizlardan. Shu 5 kun ichida qanchalik o'zgarish bo'ldi? Juda katta. Nimalarda sezildi o'zgarishlar? Ko'zimda achkim bor edi, ko'z oynagim bor edi. Hozir bu yerga kelganimdan buyoq achkimni qo'llanmadim. Inson qilayotgan ishining ezgu amal ekanligiga ishonib, unga yurak qo'rini bersa, mehnatlari samarasi o'zi uchun ham, atrofdagilar uchun ham foydali bo'ladi. Yoshim 3 kam 90da. 3 kam 90, 87 yosh ekansiz. Hozir yurib keldingiz, shu oyog'ingiz oqsoqlanib kelyapsiz. Tabib qo'shningiz ekan, davolanmadingizmi? Davolanib yaxshi bo'ldi. Avval qanaqa edi? Bu davolanishingizdan avval Yurolmaydim-da. yurolmasmidingiz? Yo'q. Bir joyda o'tirardingiz, a? Bunisi ana oriqni qozib, jung qilib ketdi, so'rasiga kulpacha qo'yib o'tirib jumalab ketdim men endi. Yiqilib tushgansiz. Tushib ketdi oyoq. Qanaqa muolajalar, nimalar bilan? Bugun bo'yna bitkada dori olib ketdim. Buni sirting deb beradi-da, yoqadi-da baribir. O'sha o'tirib yurolmaydigan holatingizdan dorilarni surib, yurishni boshladingiz demak. Buni siri nimada deb o'ylaysiz? Nimada ekan buni siri? Buni endi doktorimiz bilimiga qaraydi. Bilimi kuchli demak. Bilimi ham kuchli. Hammasi tanog'on. Qayerlardan keladi? Buxorodan keladi, boshqa yerlardan keladi. Shu tabib yaxshidir, kelyapti-da. Yaxshi davolaydi. 13 yil oldin mana Mirbozorda bilan eski zdaniyalar bordi. Hozir bu yerda yangi bunaqa qoshonoq yurganlardan bilmagan edi. O'sha yerda davolanib ketdim. Oyog'im yura olmay juda og'rib qolgandi. Bir 12 kun shunaqa yotib davolangan edim. Yaxshi bo'lib, yurib, nima bo'lib ketdi. Keyin yana bir ikki marta ko'rinishga keldim. Undan keyin ish qilib yaxshi bo'lib ketdi. Keyin yana eshitib hozir bu yoqqa keldim. Bugun ham yana mana lecheniyalarni yozib berdilar. Alisherjon ko'rdilar. Endi bu yoqni ko'ramiz, yana kelib ko'rinib turing dedilar. Juda yosh edilar. Alisherjon o'shanda bu Salimjon o'zlari ham yosh, o'sha o'g'illardan sal kattaroq edimi? O'shanda
endi ish boshlagan edilar ish qilib eski zdaniya bu yerda nima yo'l ustida edi Mirbozorda. Keyin aytdilarki yotmasangiz bo'lmaydi, yoting, men davolayman dedilar. Qanaqa muolajalar qildilar o'sha? Muolajalar o'sha bankka qo'yib qon oldilar, hijomadidan qon oldilar, keyin massajlar berdilar, elektroforez mana shunaqa nimalar bilan davolab, hammasi tabiiy usulda bo'ldi, ichiladigan damlamalar berdilar. Ish qilib yaxshi bo'lib ketdim. 13 yildan beri sog'lomsiz, demak, yaxshi natija bilan yana yangi binolarni Bu yerda ko'rganingiz. endi eshitib, endi keldim yana. Xalq tabobati usulida bemorlardan qon olib davolash, fitoterapiya usuli, zaharlar bilan davolash, davolovchi massajlar, shifobaxsh malhamlar yordamida davolab kelyapmiz. Birinchi etaj holatida agar inobatga oladigan bo'lsak, muolajalarimiz bu birinchi etajda emas. Ikkinchi etaj ko'proq bemorlar joylashishi. Masalan, bitta usulga asoslanib qolinmagan. Turli xil bemorlarga turli xil davo usullarini qo'llaymiz. Qo'shimcha fiziologiylar bor, ya'ni zamonaviy meditsina bilan hamohang qilishni asos qilib olganmiz davolashimizda, ya'ni integratsiya. Tabiblar oilasida voyaga yetgan Alisher Abdullayev ham bolaligidan tabobatga mehr qo'yib, shu kasbni mohir ustasi bo'lishga harakat qildi. Bugungi kunda u o'zining tabobat markazida turli xil kasalliklarni tabiiy usullar orqali davolab kelmoqda. Xususan, gaymarit, bosh og'rig'i, yurak qon bosim kasalliklari, umurtqa churrasi, bo'g'im kasalliklari, buyrak va o't qopi kasalliklari, prostata bezi, qand miqdorining oshishi, nafas yo'llari shamollashlari kabi kasalliklar bo'yicha samarali natijalarga erishmoqda. Bu yerga kelgan bemorlarga oilaviy tibbiyot xodimlari xizmat ko'rsatadi. Sanoat qonunlarida ko'rsatmalar bor, o'sha hattoki ichkariga ichmasdan jigar tagidagi o't qopi yoniga shunday chayon zahridan bo'lgan malham surtsa, shu terini ustidan ta'sir qilgan ham toshlar ham shunday erib ketadi. Bugungi kunda qaysi kasalliklarni davolashda foydalanyapsizlar? Mana o't toshi, yurak toshi, umurtqa pog'onasi, grijalari, keyin o'smalari, bosh miya o'smasiga juda effektiv bor. Onkologik kasalliklar. Onkologik kasalliklar va hozir zamonaviy meditsinada dunyo bo'yicha juda qiziqib qolishdi. Amerikada, Izrailda, arab davlatlarida ham yurakni ko'chirib o'tkazish пересадка сердца deydi, o'shanda chayon zahri ukolidan foydalanyapti. Bugungi kunda siz aynan mana shu klinikangizda chayon zahri ukolidan foydalanasizmi yoki malhamlar tayyorlab yog'laridanmi? Chayon zahrini malhamlari, moylari. Demak, o't pufakdagi toshlarni ham operatsiya usulisiz chayon zahri yordamida eritib tushirishning imkoni bor. Tajribangizda qanaqa natija beryapti bu narsa, ko'pmi? Tajribamizda albatta ancha bo'ladi. Endi juda o't qopini to'liq egallagan toshlarga salgina bemorlar qiynalishadi. Misol uchun o'sha malhamni berasiz, oxirigacha qilmaydi va keyin aytadiki, erimadi deydi. U axir bir kunda bo'lmagan. Unga kamida 10 yildan oshib ketgan. Uni 7 kunda yo 10 kunda tushirishga harakat qilishadi. Bu narsa hech qanaqa iloji yo'q. Ana shunday bemorlar nima deydi? Tushmadi, o'zgarmadi deydi. Lekin oxirigacha o'sha chayon zahri moylari, giyohlar bilan birgalikda va sidana efirni kompleks qilib, sidana efirni moylari bilan, umumiy tomchilar bilan umumiylashtirib berilsagina o'sha natija yaxshi bo'ladi. Natija qancha muddat talab qiladi? Misol, ayrim bemorlarga 5 oy ketadi, bir xilga 8 oy ketadi, yoshi katta insonlarga uzoqroq ketadi. Lekin aynan o't pufak tanamizning o't pufak qismini saqlab qolishimiz mumkin. Operatsiya usuli bilan olib tashlash mumkin ba'zida. Juda ko'pchilik holatda 90% holatda o't qopini olib tashlashadi. Chunki chora yo'q. Chayon zahri ishlatgan paytda o't qop butun qoladi, saqlanib qoladi. Faqat birozgina muddat cho'ziladi. Cho'ziladi. Yana shunaqa qilib oling, tosh 3 xil bo'ladi o'zi. Eng yumshoq tosh o'rtacha qattiqlikda va o'ta qattiq. Yumshoq toshlar 24 kunga bormay yetib ketadi. O'rtacha qattiq toshlar 3,5 oy, 4 oygacha davom etadi. 1,5 yilgacha qattiq toshlar baribir eriydi. Erimay iloji yo'q. Lekin unga har kim chiday olmaydi.
Masalan, bemor shuni holatni ayrim bemorlar og'riqqa bejidan bo'ladi, besabr. Unaqalarni ko'ndirib bo'lmaydi. Lekin o'sha ham agar shunaqa bemorlar ham chidasa edi, tiqsiz toshdan qutulishi mumkin. Xalq tabobati usulida bemorlardan qon olib davolash, fitoterapiya usuli, zaharlar bilan davolash, davolovchi massajlar, shifobaxsh malhamlar yordamida davolab kelyapmiz. Birinchi etaj holatida agar inobatga oladigan bo'lsak, muolajalarimiz bu birinchi etajda emas. Ikkinchi etaj ko'proq bemorlar joylashishi. Masalan, bitta usulga asoslanib qolinmagan. Turli xil bemorlarga turli xil davo usullarini qo'llaymiz. Qo'shimcha fiziologiylar bor, ya'ni zamonaviy meditsina bilan hamohang qilishni asos qilib olganmiz davolashimizda, ya'ni integratsiya. Alisherjon haqida gapiradigan bo'lsam, Alisherjon boshqa tabiblardan farqli jihati o'z ustida ishlashi, bilimga chanqoqligi va juda ko'p kitob muomala, ya'ni kitob juda ko'p o'qiydilar. Turli xil retseptlarni tajribadan o'tkazishni yaxshi ko'radilar. Yangilik qilishni yaxshi ko'radilar. Biz ham Samarqandga tez-tez kelib turamiz ustoz bilan birgalikda. Bizda bo'lgan yangiliklarni o'rtoqlashamiz, u kishidagi yangiliklarni o'zimizda sinab ko'ramiz. Tajriba almashib, birga hamkorlikda ishlab kelamiz. Ishlarga baho beradigan bo'lsak, tibbiyot xodimi sifatida kasallar bilan uzoq suhbat qurib, o'sha kasalni chuqurroq o'rganishga harakat qilishlari, bundan tashqari kasalga muomalalari va kasal bilan bajariladigan barcha muolajalar, bular hammasi o'sha insonni, kasalni, bemorni sog'lig'ini yaxshilashga yo'naltirilgan ishlar, juda chuqur o'ylangan va uzoq yillar ota kasb bo'lib hisoblanadi. O'sha uzoq yillar tajribadan o'tgan muolajalar va usullardan foydalanadilar. Bu hozirgi kecha kunduzda juda bemorlar uchun kerakli va bemorlarning dardiga shifo bo'lib kelyapti. Aytyapsiz, mana tabiblar biz bir-birimiz bilan fikr almashamiz, tajriba almashamiz deb. Sizda shunday holatlar bo'ladimi? Qaysidir bir bemor kelganda, aynan u kasallikni siz davolamaysiz va boshqa tabiblarga yo'llagan holatlaringiz bo'lganmi? Bo'ladi bunaqa holatlar. Masalan, biz gija kasalligi bilan shug'ullansak, gijada bilan birgalikda teri kasalliklari, masalan, og'ir dog'lar bo'lsa agar, Avaz aka ismli tabibimiz birga hamsuhbat fikrdoshimiz, u kishiga yo'naltiramiz. U kishi shu sohada chuqurroq bilimga ega va shunga o'xshash kasalliklar, boshqa kasalliklar bo'lganda ham yo Alisherjonga, yo ustozimizga, yo Islom aka borlar bizada umurtqa pog'onasi kasalliklari bo'yicha shug'ullanadilar. U kishiga yo'naltiramiz. Men o'zim tabiblarni 3 toifaga bo'laman. Tabib dorigarlarni 3 toifaga. Borki tabiblar borib bozordan haligi giyoh sotadiganlardan giyoh sotib olib keladi-da, dori taxlab beradi. Bor tabiblar tayyor dorini oladi-da, ishlatib bemor davolaydi. Lekin Alisher bu ikkalasidan mustasno. O'zi dori xomashasini tayyorlaydi. O'sha tayyorlagan dori xomashasidan dori tayyorlab bemorlarni beradi. Buni ustunligi boshqalarga ana shu. Yaxshi, faoliyati yaxshi, o'zini ustida ishlaydi. Qobiliyatini bilaman bu yigitni. Tabiblarimiz işte ko'zga ko'ringan tabiblardan biri. Sen agar ana erta olasizlar, nima Roza Umarova bo'lsa, yo masalan mana kitoblik Olim Mo'minov bo'lsa, u yana bitta hozir tabibimiz yoki masalan Avaz Naimovlar, ana shular masalan jumlasiga kiradi. Bular o'sha toifa tabiblarga misol qilib olsa bo'ladi. Qo'ysamizda shular shu toifada. Ana shu toifadagi tabib bu. Rahmat, xizmati yaxshi, xalq kelgan odamlar bundan rozi. Ko'rdik ishini,
suhbat qildik, necha marta man bu birinchi marta kelishim emas, necha marta kelganman, suhbatda bo'lganman. Kelgan xalq bundan rozi. Demak, bular najot istab kelgan, najotkor bo'lgan. Kasbiga, hunariga, demak, ishonchi bor, ya'ni e'tiqod bilan, mehr bilan ishlagan tabib bu albatta hozircha katta tabib nasib bo'lsa hozir tabib ham bo'ladi. Mani niyatim shu. Endi yana bir narsani aytmoqchiman. Avvalambor Alloh unga aql farosat bergan, ikkinchi buni tarbiyalagan ota-onasiga rahmat. Inson salomatligi butun bir millatning, mamlakatning boyligi sanaladi. Shunday ekan, yurtingiz boyligini, ya'ni o'zingizni, sog'ligingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sog'-omonlikda ko'rishguncha, xayr. ijtimoiy